Padişahın yarlığını köydüңlarmı? Rastlığı dana kırar boptu. Biz icarıga alqışlarmı pul alaydık emas. Şundaq. Tinchlaninglar. Acaba hammanglar yo'l yasashga qo'shilamizlar? Biz bevosita nihoyatda yuqori to'liqni olalaydik emas. Yaxshi-ku. Tağa, dehqon yerga tayinidi. Yer bo'lmasa, sizlar keyin turmushinglarni qanday davomlashtirasiz? Pul bo'lsa nima ishni bejirgil bo'lmaydi deysa. Mollam, biz yanala o'rdiga berib podshoh bilan ko'rishib baqayli. Acaba paşa özünü özü inkar kılar mı? Rastlı ahmakkansizlar. Şah alelri. Abbas, bundaq vaqtda kirmisan bo'lmabdi. Kechirsizlar Shah Alidri. Nasriddin bilan Qodir molam sizlar bilan ko'rishni o'tinib atadi. Bu vaqtgacha ko'rishmayman. Shah alilari, ularning kelishida cho'qim muhim ish bo'lsa kerak. Yana ularni qabul qilib, nima ish ekanligini so'rab baqan bo'lsa. Undaqda ular kirsin. Shah alilari. Sizlarning nima ishinglar bor? Shah alilari, hozir xalq yo'l yasash ish to'g'riliq har xil qarashda bo'lyotidi. O'zlaridan berib, ko'rib, tekshirib baqilari yo'qmi? Meningcha bunday qilishdan hojat yo'q deyman. Cho'qim xalqning qo'llashiga erishgandi. Shah olilari, albatta bir qism odamlar qo'llayotidi. Biroq olilari, yanala o'zlari xalq orasiga tushib, ko'rib baqanlari yaxshiroq. Shah alilari xalq orasiga berib ko'rib baqslar. Xalqqa ziyon soldigan ish yuz berib qolmasin yana. Bo'ladi. Undaqni men bir tekshirib baqay. Nasriddin, Qodir mo'llam, men sizlarni sharbat ichishga taklif qilaman. Mijit, o'shur. Sizlarning bu nima qilganinglar? Biz sharbat ichib qolmay, yana non, polo, kofido. Tağa, bugun bira bayrammi? Pat arada biz boyib ketimiz. Yardım bizga to'liqmi pul berdi. Buloqanligini hajlash kerak. Men do'konga nurg'ulgan yaxshi narsalarni kirgizdim. Bundaq amga qilmay lag'aylab yuradigan ishni cho'qim to'sishimiz kerak. Tapdim. Mushundaq mo'losonliq manzuri tursa, buni tekshirishning hojati bormi? Ha? Bu alilari, biz yanala oldimizga menib ko'gash deyishayli. Nima degan cho'ng ekizdorliq? Chapsan yig'olmasa hammasi yerga tushib sesib ketmamdi. Abbos, sen berib uni so'rab baq, demishqa ishlamaydi-ki. Ma'qul. Hey, qo'pa. Nima bo'ldi? Men uxlayapman. Texi uxlayapsan? Mo'losonni yana yig'maydigan bo'lsang, hammasi yerga tushib sesib ketadi. Sesib ketmamdi. Nima? Bu nima degan afsuslanlik ish? Usullarni ham sesib ketsa, sen bu yillik usulni ololmaysan-da. Sen kim? Nima bu ishlarga kol bo'lib ketdi? Men Biz Sofiyani ziyorat qilyapmiz. Salohiyatimizni oshkorlasak bo'lmaydi. Undaqda aka, nima usulni yig'maysiz, ha? Bunchalik usul sesib ketsa nima bo'ladi? Bizmi yerimiz bo'lmasa, xotirjam kun kechirmamdik. Podshoh bizga to'liqmi pul berdigan tursa. Mushundaq ish bo'libdi. Men uni adablab qo'yay. Meni to'sma. Biz ziyoratimizni boshladik. Yoki bo'lmasa yana oldimizga berib ko'rib baqaylik. Tez kelib non ilib olinglar. Hozirli to'nurdan chiqqan o'xshagan non. Tez kelib non ilib olinglar. Nima degan mezillik? Tez kelinglar. Rostli qo'sqimashdi. Hozirli to'nurdan. Men berib ko'rib baqay. Bola, qancha tenga? Bir non 10 tilla. Undaq bo'lsa, samsichi. Samsi 20 tilla. Nima unda qimmat?
Sen qalaymagan bağı üstüpsen. Yaqindala ko'pchilikning hammasida pul bor bo'ladi. Ochliqni teriydigan odam bo'lmasa, albatta non qimmat bo'ladi. Alileri, ben onun bilen baha talışıp bakay. Hey bala, mening o mehminim nahayta hürmetlik. Bana azanıraq setip bergen. Bulamdı. Bo'ladi. 8 tilla. İki tilla kam bo'lgandan keyin ozroq qo'shitib olay. Endi sizlarni o'yininglarni ko'raylik. Xotirjam bo'lgin, qarab turgin, ha? Ay bala, esil sharbat nallanib kel. Bo'ladi, mana hozir. Bu yaxshi kunlar. Ajabmi osonli keldi. Yeb bo'lgandan keyin daryo bo'yiga berib beliq tutayli. Qanday? Beliq tutish yaxshi ish ku, ha? Yo'q, undaq emas. Beliq tutish emas, beliq qisish. At. To'g'ri. Ot minigili borayli, ot minigili. Bo'ladi, at mingil barayli. Hay bola, hisobotni yozib qo'ygan. Podsho yer to'liqning pulini berganda ondan to'layman. Sharbatli ichsan nima degan ma'nisiz? Yo bo'lmasa ikki qo'l qimar o'ynamdi. Sizlar ikkili odam bo'lsa bek oz bo'ladi. Amisi ikkinglar biz bilan o'ynashib beramizlar. Nima? Ishqinglarni davat emas, kelinglar birga o'ynaylik. Bu odamlar raslo emgakdan zerikibdi. Amal yo'q, teriydigan yerimiz yo'q, qiladigan ishimiz qolmadi. Ay, hammasi majburlaganlikda. Biroq bizning pulimiz bor bo'ldi, o'ynasak nima bo'pti? Sizlar men raslo qo'yma qilib qoldim. Nasirdan, yaxshi qilding o'g'lim. Boshuna qilganda podsho qarorini o'zgartirami, ha? Xotirjam bo'linglar. Masala chiqmaydi. Oy, Mijitkan bilan o'shirbaymi kaptog'a? Ha? O'shirtaga, Mijitga. Biz ishqonlar yana mushunda qilaversanglar, tangilarning hammasi tugaydi. elimi hashlab tugatdi. Nasirdan, bizga yordam qilsang, biz yerlarimizni qaytirib olgan bo'lsak. Xotirjam bo'linglar. Shohim cho'qim yerni o'tkazib olishni bekor qiladi. Shoh oliylari, nimish yorliq tushirmaylar. Qarorimni o'zgartsam, puralar men to'g'riliq so'z cho'chak qilsa, mendek podshoning yuzi bo'lmaydi-da. Oliylarining obro'yi, puhralarning kunini yaxshilash, qo'sig'ini to'q, xotirjam qilish orqali tiklanadi. Yo'l yasashda mu ahamiyatli. Xonishning degani yo'lliq. Undaqda men kichikina obro'yini qayirib qo'yib, cho'ng obro'yini o'ylay. Bu yo'lni yasamayli. Dehqonlarmi o'z yerlarini tersin. Pekir buni hozirla yetkazaman. Abbas, men de seni bu ishni qildimisam, sen yorliq yetkazman deysan bu. Pekir izchil bu xabarni kutayotgan tursa. Ha, bu Abbas desa, tez yorliq yetkaz. Ben yaxshi oldu. Rasulullah shunda qish bo'lsa, podsho kepida turmaydi ekan juma. Kimni da'vatsiz? Yürü. Padişahım yine beni bana bırakıttım da peka. Yürü. Ben ulug' podshoni medila. Yürü. U Rasulullah ulug' dono ekan. Tez men. Tez bo'ling.